avvalambor so'zimni shundan boshlasam, shu odamga javob qaytarmay qo'ya qolgan deysiz. Agar sezgan bo'lsangiz, men anchadan beri javob qaytarmadim. Faraz qiling, siz hijratda onajoningizni juda ham sog'inasiz. Kunlarning birida sizga shunday xabar kelsa, g'azablanasizmi? Eshitib ko'ring. Abraha. Endi seni ham to'g'ri tushunish kerak. Sen endi shu g'alati zinosan. Onangni mahallada kamida 20 ta odam, ya'ni o'sha zino qilgan bo'lsa, 20 tadan qaysi urug'dan bo'lib qolganingni ham bila olmasliging senga o'sha eng katta alamdir. G'azablanasizmi? Hamda ko'rinmas chiroyli axloq, turmushi hayvonday kezgani o'tloq. Oddiy mantiqiy savol. Misol uchun hozir Abraha ijtimoiy tarmoqqa chiqib, menga $10,000 pul tikinglar, falon biznes bor, 10% foyda beraman desa. Bir oyda 10% foydasi bor desa. Kim tikadi? Tikishi mumkin, ahmoq odam, kallasi joyida emas odam tikishi mumkin, lekin kimgadir qasd qilib tikishi mumkin. Masalan, eriga zarar beraman deb erini pulini o'g'irlab tikib olishi mumkin. Xotin erini pulini so'ramasdan 12 million pulini o'g'irlagan. O'zi o'g'ri. Xohlaysanmi, yo'qmi? Bu hayot. Uning o'z qonun qoidalari bor. Shu xotin internetga chiqib olib xotinlarga o'zini aqlli ko'rsatyaptimi? Xudo urdi shu xotinning atrofida yurganlarni. Ibrohim Muvahhid degan nomni to'qima qo'yib olgan. Dadasi qo'ymaganmisizmi? Bilmaysiz kimligini. Ashror eshi, senga onani haqorat qilganlarning holati qanaqa bo'lishini ko'rsataman. Sen shoshmay turgin. Alo, men Said qalaysan o'rtoq? Ana Mo'mina ketchim bor-ku, Ashror dayusi xotini. O'shandan cheesecake zakaz qilgan olchalisidan. Keyin diniy idoraning nomerini ham yozib yuborgan. Nomahramlar bilan yurish va bir musulmonning onasini fohisha deyishlikning hukmi nimaligini ham bir so'raydi. Erkaklardek yaşatqin meni, bilib yashay izzatarimni, islom uchun bo'lay qalqon, qurban qilib jismu jonimni. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ekranga yaqinroq kelib, diqqatinglarni qaratishingizni so'rayman. Chunki siz To'y 3 deb nomlangan efirni dalillari bilan ko'rmoqdasiz. Nimaga men bu efirni qilmoqdaman bilasizlarmi? Chunki sizlar kimga ergashayotganinglarni bilinglar, biroz tafakkur qilinglar demoqdaman. Inson diniy ilmdan nasibador bo'lib turib, shayxni shogirdiman deb yurib, diniy doktorman deb turib, nomahramlar bilan ochiq fahsh ustida o'zini ko'z-ko'z qilishi mumkinmi? Albatta yo'q. Allohning diniga shu darajada xiyonat qilish mumkinmi? Albatta yo'q. Boshqalarning onasini fohishalikda ayblab, valadi zinolikda tuhmat qilishi mumkinmi? Albatta yo'q. Bu musulmon kishining xulq-atvori emas. Siz to'y 1ni ko'rdingiz, to'y 2ni ko'rdingiz. Bugun diqqat qiling. To'y 3ni ko'rar ekansiz. Mana bu eshak laqabli Abror Muxtor Yahudiyni harom ustida va islomda uni so'zi olinmasligini diniy idora vakilidan eshitasiz. Undan keyin mana bu rasm bor-ku, bu hech qanaqa sun'iy intellekt emas va bular hech qanaqa qarindosh ham emas. Va buni e'tirofini Filiza ismli mototsiklchi qizdan eshitasiz. O'rtamizda bo'lib o'tgan suhbat tufayli. Ey saroy mullasi Ashror Muxtor Yahudiy, men seni Fransiyada urib qochirgan kunim, men seni ko'mgan kunimdir. Aslida ancha vaqtdan beri men senga javob ham berganim yo'q. Meni ota-onamga, ustozlarga qilgan tuhmating meni ushbu efirni qilishga undadi. Diniy idora bilan piva festivali haqida bo'lib o'tgan suhbat sen va sen kabi saroy mullalarning asl yuzlarini ochib tashladi. Ayollaring menga bo'lgan muhabbati esa sen bechorani shu holatga tushirdi. Sizni qizingizga sovchi bo'ldi Abraha. Qizingizni menga bering. Biletlarni qilib beraman, Yevropaga uchiring, men qizingizni baxtli qilaman. Qizingizni berasizmi? Berasizmi? Kim beradi, qani? Ey saroy mullasi, avval sen o'zing qilgan efirlarni izohlariga kirib o'qigan. Boshqalar menga singisini, qizini berishini chetga qo'y. Asosiysi sen menga ayollaringni berib qo'ygansan-ku. Mana shuni o'zi yetarli emasmi? Xo'sh, demak kayfiyatlarni ko'targan holatda biroz kulgu bilan Mo'mina Kitchen tarafidan maxsus biz uchun tayyorlangan cheesecake bilan serialni boshlaymiz. Serial nomi To'y 3 yoxud O'g'ri kelin. Qani Hofiz, boshladik. İnsan sevarim, xoh inonma. Qondir jigarim, xoh inonma. Xullas voqea shundan boshlangan edi. Ashrorning qalbiga S harfi bilan kirib kelgan sohiba psixolog Ashrorni yediradi, ichiradi, shahar aylantiradi. Yangi imijlar tanlab berib, ancha madaniylashtiradi.
Bu ayolga Ashrorning minnatdorchiligi esa xiyonat, g'azab, urush bilan yakunlanadi. Va kunlarning birida ushbu psixolog Ashrorga qarab, "Ey maymun basharachol, hayotimdan yo'qol" deb Ashrorni tark qiladi. Kunlarning birida esa Ashrorning yaqin do'sti va sponsori o'zining 18 yoshli Feliza ismli qizi bilan Ashrorning huzuriga keladi. Qizini o'qishga kiritmoqchiligini aytadi. Oradan bir muncha vaqt o'tgandan keyin tijorati sabab boshqa davlatga jo'nab ketadi. Bu xoin o'zini do'stiga ko'z olaytirar ekan. Avvaliga o'zini ayolini va Felizani restoranlarga, u yerga, bu yerga aylantirgani sovg'a salomlar bilan aldab yuradi. Oradan bir muncha vaqt o'tgandan keyin o'yindan ayoli Mo'minani chiqarib yuborib, o'zi yolg'iz holatda uchrashishni, tungi maktublar bilan hayotini davom ettiradi. Va kunlarning birida tongi nonushtada Mo'minaga ushbu so'zni aytadi. "Men Felizaga uylanmoqchiman. Seni bu uydan ko'chirib, Felizani bu uyga olib kelaman" deydi. Albatta ayolni rashkka qo'zigan holatda kunlarning birida uni telefonini kovlaydi. Siz gapiryapsiz, siz shariat bo'yicha zo'r qotirib qo'yapsiz-da. Siz shariat bo'yicha boshqa bir qizga uni yaxshi ko'rishingizni, boshqa bir qizga sizga tegishini, boshqa bir qizga sog'inganingizni yozasiz-da. Men unga indamay o'tirishim kerak. Siz menga kelib turib, meni ko'zimga qarab turib, "Seni yaxshi ko'raman." Nimaga yolg'on gapiraman? Siz hozir Yolg'on gapiryapsan. men sizga Yolg'on qachon gapiryapsan. Menga kelgan ma'lumotlar bo'yicha, Ashror sanam aytasan-ku, menga kelgan ma'lumotlar bo'yicha bu Baxtiyor, Javohir, Doniyor, u yoq bu yoq desan-ku. Yo'q, menga kelgan ma'lumotlar bo'yicha Mo'mina eri Ashror Muxtor Yahudiy bilan nomahram Feliza o'rtasida bo'lib o'tgan iliq munosabatlarga va Felizani hisobiga bo'lib o'tgan pul o'tkazmalariga guvoh bo'lgach, ranjigan holatda aqlsizlarcha umra safariga otlangan Ashror Muxtor Yahudiyning hisobidan 12 million pulni o'g'irlaydi. Qo'shtirnoq ichidagi otin o'g'ri. O'g'ri. Subhanalloh. Hisobidan 12 million puli o'g'irlanganligini aniqlagan Abror Muxtor Yahudiy darrov Mo'minani telefonini tekshiradi. Mo'mina 12 million pul o'tkazgan shaxsning istoriyasida Ibrohim Muvahhidning da'vatlari turgan bo'ladi. Balki o'sha profilni men deb o'ylagandirsan, xo'tikcha. Aqlsizlarcha sani ayoling 12 million pul o'tkazib yubordi. Esiza. O'g'rigina kelin-a. Yo'q. Aynan bu voqealar Abror Muxtor Alining oilasida sodir bo'layotganini, Mo'mina 12 million so'mni o'g'irlaganini sen qayerdan olding deyishinglar mumkin. Diqqat qilinglar. Bu voqealar sodir bo'lgandan keyin Mo'mina uydan bosh olib chiqib ketadi va o'zini faoliyatini Instagram sahifasida o'zini ommaga ko'rsatgan holatda ayollarga dars berish bilan davom ettiradi. Xohlaysanmi, yo'qmi? Bu hayot. Uning o'z qonun qoidalari bor. Endi diqqat qiling. Ashror efir qilgan vaqtda aytdiki, "Meni do'stimning ayoli erini hisobidan 12 million so'm pulni o'g'irlabdi, o'g'ri" dedi. To'g'rimi? Erini natsist deb istoriya qo'yibdi dedi. Xotin erini pulini so'ramasdan 12 million pulini o'g'irlagan. Shu baqir-chaqir qilib bir ikki shapaloq qo'yib yuborgan bo'lsa, endi zolim bu, narsist bu er deb erini yomonlab internetga chiqarib yurdi ekan. Istoriyalar qo'yib. Mana shu istoriya qo'ygan kelin Mo'mina bo'ladi. Istoriyasiga agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, pastki qismida natsist odamlar, zo'ravon odam, ziqni odamlar aynan shunaqa bo'ladi. To o'zini isloh qilmaguncha jamiyat ularni o'zgartira olmaydi degan qavullarni ishlatgan. Xalqimizda bir maqol bor-ku, "Qizim senga gapiraman, kelinim sen eshit." Bularning usuli ham xuddi shunaqa. Ashror chiqib go'yoki boshqalarni gapirgandek bo'ladi-yu, asli masala o'zining oilasida bo'ladi. Yetgancha, "Ey saroy mullasi, sen ayolingning ovozini qizg'anarding-ku, jasadi bilan chiqib efir qilmoqda. Dayus?" Chunki badbaxt xotindan qutulib bo'lmaydi. Shikoyat qilib bo'lmaydi. Kimga shikoyat qilasiz? Xotinidan shikoyat qilyapti deydi. Biz ayollarimizni ustidan shikoyat qilmaymizdirmi, Ashror? Shu sababdan o'zingni ayolingni Maqsadbek deb ochgan profiling orqali Osiyo Baxtiyor qiziga yomonladingmi? Eshitamiz. Shuna deb aytsin, falonchiga tegyapti ekan, pistonchi bilan ko'rishyapti ekan qilib. Kim gaplashsa, o'yin uchun gaplashadi, bo'ldi. Kim tasavvur qil, kim buni hozir oladi? Endi baxtini ochsin, olsin, haydi gap yo'q. Abror Muxtor Ali bilan yashab chiqqan bu xotin degan. Bu odamning kallasidan bir narsa o'tadi, to'xta deydi. U Abraha oladi deb o'ylaysan buni. O'lay, o'zingni ayolingni o'ynashlaringga ham yomonlab o'tirasanmi? Ana endi asosiy nuqtaga kelamiz. Mana bu saroy mullasi diniy ilmdan nasibador ekan, o'zini doktorman der ekan, shayxning shogirdiman der ekan, nomahram bilan yolg'iz uchrashishi joizmi? Va mana bu rasm sun'iy intellektmi yoki bular qarindoshmi? Mana buning javobini esa Felizadan eshitamiz.
Xo'sh, men bu mototsiklchi Feliza degan qiz bilan 2-3 daqiqa suhbat qildim va bu suhbatni qo'yishlikni lozim deb topmadim. Chunki buni o'ziga yarasha sabablari bor. Nega bo'lmasam bu qizga qo'ng'iroq qilding desanglar, chunki Ashror Muxtor Yahudiy rasmdagi Feliza degan qizni tanimayman dedi. Assalomu alaykum domla. Ibrohim Muvahhid aytayotgan Feliziya kim? Uni bilmadimu, siz Ibrohim Muvahhid deb yozayotgan bola valati zino bola. Men shu sababdan bu qizga qo'ng'iroq qildimki, rasmdagi haqiqatdan sizmisiz? Ashror Muxtor Yahudiyni taniysizmi va sizlar bir-biringizga mahrammisiz, nomahrammisiz va otangiz haqiqatdan Ashror Muxtor Yahudiyning do'stimi deb tasdiqlatib olmoqchi edim. Lekin bu qiz biroz shoshibdi. Hali video chiqmasdan oldin o'zining kanalida barcha haqiqatlarni oshkor qilibdi. Ya'ni rasmdagi qiz haqiqatdan ham Feliza ekanligini, Ashror Muxtor Yahudiyning tanishi va bular bir-biriga nomahram ekanligini o'zining kanalida tasdiqlabdi. Ko'tarsam, Abror Muxtorali haqida so'ramoqchiman degandan keyin kimligini tanidim. Telefon qildi, so'radi. Lekin birinchi bergan savoli Abror Muxtoraliga nomahrammi, mahram? Shuni tushuntirib bermaslik. Nomahram g'irt begani aslida. Nomahram g'irt begani aslida. Uchinchi savoli nima dedi? Bu domla doktorlik anaqasini o'qigan va shariatda to'g'ri deb o'ylaysizmi? U bu mendan din haqida so'ramayman dedim. Xo'p, uzr dedilar. Chiroyli tushundilar menimcha, chunki va shu yerdan men shu qizni otasiga murojaat qilamanki, ismingiz Olim akami, Bahodir akami bilmadim-u. Sizga do'stona maslahatim shuki, siz o'zingizni ham, qizingizni ham, ahlingizni ham bu Ashror Muxtor Yahudiydan va uni oilasidan uzoqda tuting. Meni qo'limda shunaqangi bir rasmlar, shunaqangi bir muloqotlar borki, bu xoin sizga, sizni oilangizga, sizni qizingizga xiyonat qilgan Allohning dushmani. Endi bo'lsa navbat diniy idora bilan o'rtamizda bo'lib o'tgan suhbatga. Bu diniy doktor, sheyxni shogirdi, nomahramlari bilan yolg'iz selfie tushib yurar ekan, dinimiz bunga qanday qaraydi? Javobni diniy idoradan olamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Fatvo markazining qo'ng'iroqlar markaziga xush kelibsiz. Iltimos, ulamolar javobini kuting. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz, salomatmisiz? Rahmat. Labay. Diniy idora qoshidagi fatvo markazi, to'g'ri tushdimmi? Ha. Aka, sizga 2 dona savolim bor edi. Bu savol o'sha mahramlik, nomahramlik masalasida. Ya'ni bersam bo'ladimi inshaalloh? Qani? Ya'ni bir ayol va bir erkak bor, ikkalasi bir-biriga nomahram. Mana shu 2 nomahram bir mashinada jamlanishi, selfiga tushishi joizmi, joiz emasmi? Va buni rasmi bor-da, bu rasmni olib borib ayolga ko'rsatsa, ayol buni e'tirof qilsa, ha, bu ishni qilgan bizamiz, to'g'ri desa va ikkinchi erkakka ko'rsatsa, bu rasm haqida nima deysan desa, u sukut qilsa. Shariatimizda bu rasm dalilga o'tadimi? Ayolning e'tirofi bilan mashinada nima qilgan deysiz? Selfie qilgan deysizmi? Ha, 2 ta nomahram yolg'iz o'zi mashinada o'tirib, nima shu rasm tushgan? Ha? Doimiy ravishda shunchaki sababsizmi yo taksiga o'tirib? Yo'q, shunchaki sababsiz. Ikkisi nomahram kechalari gaplashib yuradi, bir-biriga rasmini jo'natadi. Yo'q, harom bo'ladi ana shu. Bu narsa harom bo'ladi. Harom ana shu munosabatlar. Ha, mashalloh. Shunday. Va bu narsa, bu rasmni ko'rsatgan inson buni dalil sifatida ko'rsata oladimi? Ayolning e'tirofi bilan, erkakning sukuti bilan? Kimga ko'rsatmoqchi o'shanday qilib? Kimda bo'ldi o'zi bu voqea? Ha, subhanalloh, qarang aka. Siz biroz mas'uliyatsizlik bilan yoki mensimagan holatda muomala qilayotgan odamga o'xshatyapman sizni. Aslida men bu masalani hukmini bilaman, subhanalloh, lekin bu xalq sizlardan diniy idorani fatvo markazi bu deb turib sizlardan fatvo so'raydi, so'zingizga quloq soladi. Shuning uchun bu masalani ham hukmini bu xalq sizlarning tilingizdan eshitsin deb sizga qo'ng'iroq qilayotgan joyim. Agarda bu masalaning hukmini mendan so'rasangiz, men dalilga suyangan holatda aytamanki, nomahram erkak bilan ayol bir joyda xoli qolishi joiz emas. Dalil payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, la yaxluwanna rajulun bimratin fa inna ash-shaytona thalithuhuma. Hech bir erkak yoki ayol yolg'iz qolmasin, xoli qolmasin, chunki ularning uchinchisi shayton bo'ladi deb turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar deyman. Endi masalani sizga tushuntiradigan bo'lsam, bir diniy ilmdan xabardor bo'lgan mashhur imom nomahram ayol bilan mashinada xingir-xingir qilib selfiga tushib va bularning suratlari, ovozli so'zlashmalari bo'lsa, bu shariatda dalil bo'ladimi? Rasmga qarab, mana qilinmaydi yoki hukm. Lekin e'tirof qilsa-chi, e'tirof qilsa. Ikkisi ham e'tirof qilsa.
o'sha holatda bu harom munosabat bo'ladi. Ikkita nomahramda bir-biri bilan gaplashib yurishi. Ha, mashalloh. Sizni tushundim aka. Va bu amal fisq va munofiqlikning alomati bo'ladi. To'g'ri tushundimmi? Bu odamning guvohligi, gap so'zi olinadimi shariatda? Ha, gunoh qilayotgan bo'ladi bu odam. Shariatimizda bu odamning gap so'zi, guvohligi olinadimi? Ochiq oydin fisq qilib yurgan bo'lsa, odamlarni ko'z o'ngida so'ziga e'tibor qilinmaydi, o'sha guvohligi olinmaydi. Ha, sizni tushundim. Fosiq deb o'zi shunday, gunohni amalda ochiq oydin hammani oldida qilib yurgan odamga fosiq deyiladi. Tushundim sizni aka. Yana bir savolim oxirida, er va xotin ovqatlangani ketayotganda uchinchi nomahram ayolni olishi joizmi, joiz emasmi? Bir stolda ovqatlanish. Qanday oladi? Yo'lda taksimi bu? Yo'q, taksi emas, er xotin. Nima sababdan oladi? Mana sizga qisqaroq tushuntiray, agar boshqa joy bo'lmaydi. Agar joiz bo'lsa, qalbingizga olmasangiz, men uzrlik bilan sizga shu narsani tushuntiramanki, masalan, joiz emas, yo'q, bu narsa joiz emas. Mumkin emas, shunisi. Mumkin emas. Bo'ldi, sizni tushundim. Oxirgi savolim shundan iborat, aka. Bir odam, mana siz meni tanimaysiz, men sizni tanimayman, lekin siz ham la ilaha illalloh deysiz, men ham la ilaha illalloh deyman. Aytasizki, siz bu odamning onasi fohisha, nechta erkak bilan bo'lib orttirib olgan bilmayman deb dalil keltirmasa va o'sha odamni valadi zinosan desa. Shu voqealar kimlardir bo'ldimi yoki hayolingizdan shuni aytyapsizmi? Yo'q, bu masalalar Abror Muxtor Ali bilan bo'lib o'tmoqda. Shu. Sizga nima Abror Muxtor Ali bilan bo'lib o'tsa? Ajoyib-ku. Xalqni oldiga chiqib, imomlikni da'vo qilib, lekin xalqning ichida mana bunaqa ochiqchasiga do'stining qizi bilan mana shunaqa holatda yurishi joizmi shariatda yo Abror Muxtor Ali bo'lgancha unga mumkinmi? Yoki bir musulmonning onasi fohisha deyishi bo'lgani uchun mumkin deganim yo'q. Xo'p, bir musulmonni onasini tanimasa, bir musulmonni tanimasada, uni onasi fohisha desa, u valadi zino desa, biron bir dalilsiz. Lekin uni qarshisiga vallazina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum abadan shahadatan abadan degan oyat tursa, bu oyatga munosib bo'lib Abror Muxtor Ali dalil keltirish kerakmi ikkinchi tarafga onasi fohishaligiga? Aka, ovoz bo'linib qoldimi yoki qo'yib qo'ydingizmi? Mani eshitib turibsiz, vaqt ketmoqda, subhanalloh. Allohdan qo'rqqan holatda javob berishingizni so'rayman, chunki xalq sizlarga yuzlanadi, sizlarga savol beradi, mana bu halolmi, mana bu harommi deb. Lekin sizlarni mana shu ba'zi bir shaxslarning ismini eshitishinglar bilan sukut saqlashinglar bu Allohning diniga xiyonat emasmi? Ajib. Allohu musta'an. Ey xalqim, sizlar kimga ergashayotganinglar haqida biroz tafakkur qilinglar. Buni harom ustida ekanligini, hattoki dinda bu insonga ergashib bo'lmas ekanligini diniy idora vakilidan eshitdinglar. Qachonki diniy idora vakili meni Ibrohim ekanligini sezgandan keyin suhbatda biroz o'zgarish hosil bo'ldi. Lekin al-muhim, ashrorning bu qilib yurgan holati ochiq harom va bunday odamdan din o'rganiladi. Her puta tereddütsüz bir biçimde parçalıyordu. En büyük put denilirse onun hesabı bizlerde soruldu. Şirk ehlini seyretemen eğlencesinden bak dönüvermekte. İbrahim denilen bir genç putları bir yere sermekte.